Ispaniyada siyosiy barqarorlikka erishish uchun monarxiyani tugatish, respublika o'rnatish, agrar islohotlar, cherkov hukmronligiga barham berish va armiyani demokratlashtirish zarur edi. Iqtisodiy inqiroz bu muammolarni chuqurlashtirdi. Ishchilar ommaviy norozilik namoyishlariga chiqdi. 1930-yilda 1 milliondan ortiq ishchi ishtirok etdi. Hatto yirik sarmoyadorlar ham eski konstitutsiyani o'zgartirish tarafdori bo'ldi. 1931-yil 12-aprelda mahalliy saylovlarda respublikachilar g'alaba qozondi. 14-aprelda qirol Alfonso 8 taxtdan voz kechdi va mamlakatni tark etdi. Shu bilan birga burjua demokratik inqilob sodir bo'ldi. Iyunda o'tkazilgan saylovda respublikachi va sotsialist partiyalar g'alaba qozondi. Asansia boshchiligidagi koalitsion hukumat tuzildi. 9-dekabrda yangi konstitutsiya qabul qilindi. Ispaniya barcha mehnatkashlar respublikasi deb e'lon qilindi. Agrar islohotlar boshlandi. Yirik yerlar to'lov evaziga musodara qilindi. Ijara haqlari kamaytirildi. Kataloniyaga cheklangan avtonomiya berildi. Ishchilarga 8 soatlik ish kuni, ijtimoiy sug'urta joriy etildi. Tashqi siyosatda Fransiyaga yaqinlashildi. Italiya bilan bitim bekor qilindi. 1933-yilda SSR bilan diplomatik aloqalar o'rnatildi.